240 berdik deymiz. Bosdingizmi? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Xudo xolasa yana bitta o'smir joylarga keldik. Bugungi mavzuimiz Samarqand viloyati Toyloq shaharchasiga mebelimizni olib kelib o'rnatdik. Ko'ringlar, xonamiz ajoyib qilib remont qilingan, hamma narsasi bilan tayyor turibdi. Xo'sh, birinchi bo'lib nimasidan boshlaymiz? Xonani ko'ringlar, akam remontlarni ham ko'rsatib qo'ying. Qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Remontlariga qanaqa remont bor, qanaqa remont qilsak bo'ladi deganlar. Aboylar tanlangan, pardalar bor, yerlar, hamma narsasi pol, parket deymiz-ku, o'shanaqalardan bo'lgan. Xo'p, ana endi shkafga o'tamiz akam. Birinchi bo'lib shkafdan boshlaymiz. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Ko'rasizlar, kimga qiziq bo'lsa, nasib bo'lsa videosini boshladik. Shkafimiz uzunasiga 240 bo'ladi, 240. Ichlari 55 cm bo'ladi ichlari, 55-60 cmligi bor. Bu tarafi kalta kiyimlar uchun, ya'ni kuyov bola uchun mo'ljallangan. Kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu tarafda tepada vishilka, pastida ham yana bitta vishilkamiz bor. Mana bu zilari plastmas PVHdan bo'ladi. Yonlari 2 qavatlidan qilingan. Xo'sh, ichlarni aka, ichlarni ham ko'rsatasiz. Ichlarida mana polkalari bor. Ya'ni kiyim taxlash uchun o'zlaringga mos qilib bemalol ishlatib olsalaringdan bo'ladi. Mana bu mexanizmi bir xillar yonga suriladigan kupeyni bo'lmaydi deydi. Voy, mana bu hozir yangi chiqqan mexanizmni oling, iltimos kelgan mana bu chiqib ketmaydi mana. Shuncha qimmatlatsak ham chiqib ketmaydi bu. Xo'p, yonlarida mana ruchka qo'yilgan. Ruchkasi ham mana xohlagan joyingizdan ushlab yopib olasiz. Mana bu yonlariga patchalari ham bor. Patchalari nima desam bo'ladi? Kelib yopilganda qattiq shum chiqarmaslik uchun. Mexanizmini ham bir ko'rsatib qo'ying aka. Ichidagi mexanizmi ko'p qanaqa rolikini. Xo'p, ana shunaqa rolikidan oling, chiqib ketmaydi xudo xolasa. Yangicha chiqqan variantidan bo'ladi bu. Oynalarni ziyini ko'rsatamiz. Oynalar ziyi chaqlangan bo'ladi. Kelinimiz artaydiganda qo'llarini kesib ketmasligi uchun oyna bo'yi yopishgan uchun hali skochida turibdi. Xo'p, oynalarga garantda mana bu bir xil tushib ketadimi, tushib ketmaydimi deganlar bir oynani iltimos kelib aytganimizdek bolg'a bilan urib sindirib olsangiz oladi, atak tushib ketmaydi oynamiz. Ikkita eshikli bo'ladi, mana bunisini ham ochib ko'rsatamiz. Bu tarafi uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan, ya'ni kelin tomon degan bo'ladi. Tepada o'zlari uchun shapka polka deymiz biz. Bu tarafda pastda oyoq kiyim taxlash uchun boshqa narsa qo'yish uchun ham bor. Buni ham mana astagina sekin yopib qo'yamiz. Bilasizlar, qaranglar, ovozi ham unaqa chiqmayapti. Xo'sh, shkafni menimcha tugatdik. Shkafda savol-javoblar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Ranglardan bo'lsa, ranglardan tanlov qilib beramiz. Ana endi spalnisiga o'tamiz. Spalnisi 210 ga 170 bo'ladi. Matras xohlovchilar uchun mana sizga matraslidan matras olgisi keluvdim akam, mana matrasli. Bosh tomoni zamishni, moyishni bo'ladi, uzran, moyishni bo'ladi bosh tomoni. Bemalol kir bo'lib qolsa ham yuvib ishlatsalaring bo'ladi. Ranglardan bulardan ham tanlovimiz bor. Xo'sh, spalnisi matrasligini aytdik-a. Hozir mana bu tagiga mexanizm qo'yganmiz. Mexanizmni ham bir nasib ochib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh, bitta odam bemalol ochiladi. Mana bu sal qotib qopti. Ana sizga. Taglarini aka yaxshilab videoga olib qo'yasiz. Taglari, mexanizmi ham 450 ming 500 ming turadigan mexanizm. Mana shuni ham puli anchagina hisob kitoblisi bor. Yo'q aka, menga bunaqasi kerak emas. Oddiydan desangiz, oddiydan ham qilib beriladi, farqi yo'q. Voy, siz tabiz nimani xohlasa aka, o'sha mebeldan qilib beramiz. Opam yoki ukam yoki singlim. Ustini endi yopib qo'yamiz buni, matrasli. Matras xohlovchilar uchun matrasiga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aka, matrasim buzilib qoldi desalar, almashtirib beraveramiz ana sizga. Xo'p, bo'yi uzun akalarim bor, ukalarim bor. Endi qizlar bo'yi nisbatan kamroq bo'ladi. Men bo'yim 180. Misol uchun mana bunda yotsam oyog'im chiqib qolmaydi. Mabodo bo'yi kattaroq akalarim bo'ladigan bo'lsa, mana oyoq uchida pufkicha qilganmiz, ya'ni o'tirishga, ichiga narsa ham solib qo'yishaveradi bemalol akam, ichini ham ko'rsatib qo'yasiz. Ichini hamma narsa solib qo'ysangiz bo'ladi. O'zlaringiz qulayliklaringiz uchun ishlataverasizlar. Boyaga aytganimizdek, bo'yingiz uzun bo'lsa, akam, mana bu oyog'ingiz ustiga o'tib yotaverasiz bemalol. Tushib ketmaysiz mana undan akam. Xo'p, tumbichkasini ko'rsatamiz. Tumbichkasi ikkita bo'ladi. Bu tarafda bitta, bu tarafta bitta. Mana bu yerda svitelningi bor. Svitelning ham yonadi. Ana sizga ichlari. Tumbichkasi hamma narsasi bo'yatganimizdek vakuumli bo'ladi. Mana o'zi yopiladigan variantidan. Ruchkachalaridan, qolgan narsalardan tanlov bor. Akam, siz aytgan holatda ranglardan tanlov qilib beramiz. Xo'sh, ana endi bu tarafiga o'tamiz. Mana buni chetga olib qo'yamiz. Tremosi. Ko'ringlar, tremos kimga qiziq bo'lsa, tremosning uzunasiga 1.35, 1.40 bo'ladi. Balandligiga 1.85 bo'ladi balandligi. Ikkita eshikcha, ikkita tortmacha bo'ladi. Eshikchalarni ham ichlarini ochib ko'rsatamiz. Ikkalasi ham bir xil bo'ladi ana. Yopasiz, bu ham vakuumli holatdagisi. Ikkita tortmachasi ham mana ichlarini ham ko'rsatib qo'yasiz aka, musor bilan turibdi mana. Vakuumli, bu ham chiqib ketmaydigan variantda mana bunday qo'yib yuborasiz, mana o'zasida tortib ketadi. Oynalari bu tarafda ham burgunga led qo'yilgan, ya'ni bu ham yonadiganidan. Endi ilojimiz yo'q hozir sizga yoqib berishga akalar, shuning uchun ma'zur tutasizlar. Oynalari ziy chaqlangan bo'ladi, ana shuni ham bana ko'rsatib qo'yasiz.
Xo'sh, aytganimizdek mebelimiz laminatdan bo'ladi. Mana kelinimiz uchun pufikchasi, stulchasi. O'zi bu asli boshqacha bo'lishi kerak. Kelinimizga zakaz qo'yib mana shunaqasidan yasab olib keldik. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar. Pastda telefon nomer qoldirganmiz. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Voy, to'y yaqinmi? Gazini bosinglar. Narxlar oshmasdan, boshqa narsa qilmasdan bemalol kelaverasizlar. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha bepul qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.